Assalomu alaykum. Suhbatga xush kelibsizlar. Javohir hamda Azizbek. Taklif qilinayotgan lavozim birligi bank tarmoqlarini muvofiqlashtirish departamentida biznes trenerlik lavozimi. Kimdan birinchi boshlaymiz? Sizdanmi yoki Azizbek sizdanmi? Mendan boshlayman. Azizbek, o'z haqingizda qisqacha ma'lumot bering bizga. Ismim Azizbek, familiyam Mahmudjanov, 2000-yil tug'ilganman. Asosiy vazifam biznes trenerlik bo'lgan. Samsung kompaniyasida faoliyat olib borganman. Undan tashqari Mediapark, Hyundai kompaniyalarida ishlaganman va eng asosiy maqsadimiz bizda Samsungda bu bolalarning obucheniyasi bo'lgan va bolalarning obucheniyasi bilan shug'ullanganmiz. Prezidentlik 300 taga yaqin bolalarning obucheniyasini qilganmiz. Butun respublika bo'yicha eventlar tashkil qilish, hospitality tashkil qilish, undan tashqari men o'zim taklitso kompaniya bo'lganman. Video roliklarda siymasya qilish, reklamalarda chiqish bilan shug'ullanganman. Nega aynan bizning bankni tanladingiz? Bank haqida o'rganib chiqdim bu yerga kelishdan oldin. Tushunishim bo'yicha 104 yildan oshiqlik tajribaga ega bo'lgan bank, chunki men o'zim ham Samsungni bekorga tanlamaganman. Birinchi o'rinda stabilnost, ikkinchi o'rinda o'sadigan kompaniya bo'lganligini hisobiga, uchinchi o'rinda bu yaxshi kollektiv va rivojlanish mumkin bo'lgan kompaniya hisoblanganligi uchun. Tushunarli. O'zingizni 5 yildan keyin qayerda ko'rasiz? Qayerda tasavvurga egasiz? 5 yil, yaqin 5 yil. Yaqin 5 yil ichida umumiy qaraganda o'zimning soham bo'yicha to'liqroq yana ham mutaxassis bo'lish, ya'ni ko'proq narsani o'rganish va shu sohada direktor lavozimi, umuman olganda boshqarish lavozimi bo'ladimi? Farqi yo'q. Demak, sel qo'yiladi, maqsad qo'yiladi. Har 2 yil, har 3 yilda menda maqsad bo'ladi. Yana ham kattaroq dasturlarga ega bo'lish. O'sishdan to'xtamaslik kerak bo'lgan va rivojlanish kerak. Dальше maqsadga qo'yiladi. Пока вы еще дошли. Так, Азизбек, как вы оцениваете эффективность своих тренингов и какой результат вообще это приносило? Har doim trening o'tib bo'lgandan keyin analiz qilaman. Ya'ni o'zi birinchi analizim bu kimlarga men trening o'taman. Birinchi analizim. To есть qanaqa o'tkazyapman birinchi treningni, kimga o'tkazaman va material tayyorlayman shunga yarasha va oxirida savol-javoblar orqali agar bu material aynan shu men to'g'ri keltirilgan faylga asosan bo'ladigan bo'lsa, savol-javob orqali, testirovание orqali aniqlab effektivnostni bilib olaman. Undan tashqari har doim aloqa, to есть kontakt, glazniy kontakt har doim ko'rib kontakt qilaman. Agar bee'tibor o'tirgan odam bo'ladigan bo'lsa, faqat o'sha odamga qarab направление bilan gaplashaman va avtomatik u meni eshitishni boshlaydi. Bu уже стандартный holat bo'ladi. Так, меня зовут Джавахир, фамилия Нурмухамедов, 96-го года рождения. До этого я до сегодняшний день работаю в аудиторской организации, сотрудником отдела сертификации. Скажем так, я пришел в эту должность из аналитики, то есть занимался расчетами и планированием аудитов. Скажу сразу, опыт работы в сфере банка у меня нет, но в целом мне это интересно. Почему? Я считаю, что банк это такая одна из самых таких организаций, где очень много процессов, конкретно четко поставленных задач и проектов. Поэтому меня заинтересовала эта должность именно по вашему банку, и я бы хотел попробовать себя и в данной сфере тоже. Касательно вашего вопроса, как мы оцениваем результативность? Во-первых, должны быть четко определены всего, то есть у любого человека критерии основные для оценки. Я бы сделал, скажем так, маленький чек-лист или анкету удовлетворенности, после обучения я раздал всем и сказал: оцените меня. И там были бы определенные чек-лист вопросов по всем направлениям, то есть насколько я был понятен, на каком языке им было понятно, то есть чтобы они оценили меня. И я бы в конце сделал одну сводную таблицу, внес бы это в свой учет анкет и анализировал бы и смотрел бы, какие показатели у меня, скажем так, по общей структуре хромает, и работал бы больше, делал акцент на ту именно конкретную точку. Можно все в этом всем, конечно, да, отлично. Hozirgi ishlayotgan joyingizda, eski ish joyingizda qanday tajriba orttirgansiz?
o'zingiz uchun? Во-первых, я научился работать очень грамотно, скажем так, улучшил свои скиллы в документообороте, потому что у нас есть очень много зарубежных партнеров, клиентов, заказчиков, улучшил свои технические английские в какой-то степени, улучшил свои знания в области аналитики и работы с сводными таблицами, такими как Excel, Power BI и тому подобное. Что еще? Скажем так, по психологии еще начал лучше понимать и находить общие языки с людьми, чтобы еще больше понять, что им нужно, их слабые и сильные стороны, и использовать это в дальнейшем, скажем так, в их же благе. В основном так. Jamoada ishlash afzalmi yoki yakka tartibda o'zingiz ishlashni xohlaysizmi? Конечно, в команде. Почему? Потому что не бывает одиноких игроков, потому что есть еще, по-моему, пословица: хороший лидер не тот, который приказывает, а тот, который тянет за собой всю команду. Поэтому я считаю, что важно работать именно в команде, чтобы у каждого была своя конкретно поставленная задача. Потому что если только один человек будет со всем этим заниматься, рано или поздно он просто выгорит. Azizbek, bu haqida sizni fikringiz nima deb o'ylaysiz? Albatta jamoa bu birinchi navbatda har bitta odamga tajriba olib keladi. Ya'ni birinchi muloqot qilish, gaplashish, qandoq kim bilan gaplashish, shu to'g'risida birinchi tajriba olib keladi. Keyin esa jamoani o'ziga yarasha bosimi bo'ladi va har bitta bosimdan to'g'ri chiqib ketish, kim bilan qanaqa ishlash, kim bilan qanaqa gaplashishni в целом o'rgatadi jamoa. Сводные таблицы с функциями XLOOKUP, там, VLOOKUP, сумм, если, очень много формул, там расчеты. То есть задачи в основном были только с формулами, с расчетами и с статистикой. Получается, математика у вас все хорошо. Ну, скажем так, не жалуюсь. Отлично. Что важнее, выполнение плана продаж или соблюдение стандартов качества и этики? Ikkalasi ham важный soha hisoblanadi, lekin birinchi navbatda выполнение продаж bu ko'proq baribir kompaniyaga foyda olib keladi. Buni agar to'g'ri направление bilan ishlaydigan bo'lsak, ya'ni birinchi zadacha qo'yib, har bitta xodimga zadachani bajaradigan xodim bilan ishlaydigan bo'lsak, albatta natijaga erishilinadi. Keyin ikkinchi o'sha etapni bajarsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. No, в целом ikkalasini teng olib ketish kerak deb o'ylayman. Demak, bugungi suhbatimizni yakunlaymiz. Sizlarga suhbatdan ikkinchi etabiga testga xudo xohlasa chaqiramiz deb o'ylaymiz. Rahmat. Vaqt ajratib kelganlar uchun rahmat. Sizlarga rahmat. Sizlarga rahmat. Kuninglar xayrli bo'lsin. Rahmat. Javobni elektron pochtalarga yuboramiz.